Do'stlar, videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolmoqchiman. Chunki do'stlar, bizni naq 98% odam obuna bo'lmasdan kuzatayotgan ekan. Ha, aytgancha, agar ushbu videoga 1000 ta like yig'ilsa, videoning davomi chiqadi. Endi esa biz videoni boshladik. Dunyo bo'ylab zombi apokalipsis avj olmoqda, ammo men poyezdni o'g'irlab tirik qolishga harakat qilyapman. Endi men bilan birga meni deb to'dasiz qolgan yovvoyi bo'ri bolasi Bobik va qaroqchilardan hayotini zo'rg'a saqlab qolgan shifokor Yuriy bor. Men poyezd salonini buzib tashladim. Endi bizda baza qurish uchun joy yetarli, ammo bizda bitta muammo bor. Poyezddagi yoqilg'i tugamoqda. Tezda biror joydan dizel topishimiz kerak. Shu payt to'satdan yo'limizda bog'langan odam chiqib qoldi. U kim va nima uchun uni bog'lashgan? Xo'sh, sen kimsan va seni nega bu ahvolga solishdi? Bilaman Yuriy. Buni bosib ketishga hali ulguramiz. Xo'p, sen oddiy sotuvchisan va seni qizingni qaroqchilar o'g'irlab ketdi. Sen esa bu yerga o'lish uchun tashlab ketishdimi? Menimcha Yuriy, biz unga yordam berishimiz kerak. Nega seni narsalaring yo'q deysanmi? O'zingga o'ylab ko'r, Yuriy. Buni narsalar bilan birga qoldirib ketadi deb o'ylaysanmi? Mayli, tezroq yordamlash. Biz uni qo'yib yuborishimiz kerak. Bo'ldi, sen ozodsan. Endi xohlagan joyingga ketishing mumkin. Iltimos, boshqa temir yo'lda yotma. Biz esa ketishimiz kerak. Nima? Poyezd qayerdan keldi deysanmi? Bu meni poyezdim va men mashinistman va do'stim Yuriy bilan birga shunda sayohat qilyapmiz. Ha mayli, qizingni qutqarishingda senga omad tilab qolaman. Biz esa ketishimiz kerak. Xo'p, tezroq poyezdga chiqamiz. Nima? To'xtashimiz kerak. Yana nima bo'ldi? Nima? Seni qizingni qutqarishingda yordam berishimiz kerakmi? Yuriy, sen poyezdga chiqib turaver. Qara, oddiy vaqt bo'lganda doim yordam bergan bo'lardim, lekin hozirda o'zimizga ham muammolar yetib ortadi. Hali poyezdga yoqilg'i topishimiz kerak. Shuning uchun xafa bo'lma. O'zimizda ham muammolar yetib ortadi. Shuning uchun xafa bo'lma. Xo'p, qani poyezdni yurgizamiz. Jinursan, yana senga nima kerak? Juda jonga tegding. Yana senga nima kerak? Juda jonga tegding. Hozir Yuriy hal qilaman. Nima, seni bosib o'tib ketishim kerakmi? Yana nima kerak senga? Nima? Yoqilg'ini qayerdan topishni bilasan? Poyezd o'zi nimada yurishini bilasanmi? Dizel? Topding. Endi gapingni tushunarliroq qilib aytsang, qayerdan dizelni topsak bo'ladi? Senga birinchi yordam berishimiz kerak. Jinursan, Yuriy, menimcha biz unga yordam berishimiz kerak. Bo'lmasam dizelni tushimizda ham ko'rmaymiz. Ha mayli, biz yordam berishga tayyormiz. Faqat 1 daqiqa. Bobik, sen poyezdda qolasan. Biz juda muhim vazifaga ketyapmiz. Shuning uchun sen poyezdda qolasan. Bo'ri bolasidan qo'rqmasang ham bo'ladi. U qo'lga o'rgatilgan. Mayli, vaqtimiz kam, tezroq yuringlar. Yaxshigina joylashib olishibdi. Ha mayli, lagerda necha kishi deding? 4 kishi. Juda soz. Hammasi olov atrofida o'tirishibdi. Xo'p, rejani amalga oshirsak ham bo'ladi. Sekingina va astagina. Yo'q, biz qotil emasmiz. Biz hech kimni o'ldirmaymiz. Biz ulardan birini shunchaki garovga olamiz. Ha, bo'lib ham agar otishni boshlasak, butun o'rmondan zombilar kelib qolishi mumkin. Ortiqcha zombilar bizga kerak yo'q. Hamma tushungan bo'lsa, rejani amalga oshirish vaqti yetdi. Orqamdan 3 tarafdan o'rab olish kerak. Yuriy, senga qurolingni berdim. Faqatgina asta borishimiz kerak, sezdirmasdan. Ana bu yerda, daraxtning orqasida. Xo'p, sekingina, asta. Qo'lingni ko'tar, jim, hech qanday ortiqcha ovozlarsiz. Ko'p gap eshakka yuk. Hamma aytganlarimni qilasan va tirik qolasan, tushundingmi? Qani oldimga tush, tezroq. Yonimdan bir qadam ham uzoqlashma, menga qarama, oldinga yur oldinga. Salom, jentelmenlar, salom. Yo'q, qo'linglarni ko'taringlar. Agar ortiqcha harakat qilsanglar, do'stinglardan ayrilib qolishinglar mumkin. Yuriy, ularni qurollarini yig'ib ol. Xo'sh, odamlarni o'g'irlaymiz deng, odamlarni temir yo'lga bog'lab ketish va qizni kattaga tiqib qo'yish bu yaxshimi? Yo'q, do'stlar. Hech qaysi biringni eshitmayman. Yuriy, oldimga kel, qurollarni yig'ib bo'lgan bo'lsang. Nima, o'zingizdan jinursan, nima qilyapsan? Hoy, la'nati. Sotuvchi, nimalar qilyapsan? Jinursan, menga tegishga sal qoldi. La'nati, jinnimisan? La'nati, zombilar. Eshitdingmi? Bu zombi. Jinursan, qasos oldim. Ha mayli, tezroq qizingni qutqar. Tezroq bu yerdan jo'nab qolishimiz kerak. Yuriy, hamma yoqda qarab ko'r, balki bironta foydali narsa topilar.
O, eng kerakli narsalardan biri. Yaxshi, menga kerak bo'ladi bu. Va nihoyat endi poyezd eshiklarini yaxshiroq qila olaman. Mayli, tezroq qidirish kerak. Yuri, tugatdingmi? Tezroq bo'l. Zombilar yaqinlashib qoldi. Jinurson, hamma kerakli narsalarni olish kerak. Ovqatlar yaxshi. Yaxshi. Yuri, biron narsa topdingmi? So'mka menga ham bormi? Jinurson, mayli, hamma narsani ol. Qo'limizga siqqan narsani olib ketamiz. So'mka yaxshi. Bularni ham olamiz. So'mkani esa so'mkaga esa bularni solamiz. Yaxshi. Buni va bularni solamiz. Juda soz. Hop, yana nimalar? Hop, endi so'mkani taqib olamiz. Hop, bu yerda nima? Daraxt. Ha, mayli, keragi bo'lib qoladi. Mayli, hop. O, dorilar juda zo'r. Yaxshi. O'qlar va nihoyat qurolimga o'qlar topildi. Yaxshi, mayli, Yuri, tezroq bo'l. Mana bu yerni ham qaraymiz va bo'ldi, ketamiz. Xo'p, bu yerda nima bor ekan? Jin ursin, zombilar la'nati. Mayli, bo'ldi, hamma narsani tashlanglar, qochamiz. Bo'ldi, qochdik do'stlar, tezroq. Jin ursin, zombilar, ularga otishdan foyda yo'q. Qurolingizdagi o'qlarni bekardan sarflamanglar. Tezroq qochishimiz kerak bu yerdan. Jin ursin, shuncha foydali narsalar qolib ketdi. Ha, mayli, tezroq temir yo'lning oldiga yetib olishimiz kerak. Bu zombilardan tezroq qutulish kerak. Tezroq qochdik. Menimcha qutulib qoldik. Endi yordam berish sening navbating. Biz seni qizingni qutqarishga yordam berdik. Endi esa sening navbating. Qayerdan dizelni topsak bo'ladi? Ana u seni o'ldirgan qaroqchilarda yanada kattaroq qarorgohi bor. Qayerda? Temir yo'l bo'ylab ketsak topamiz. To'xta. Biz ularni odamlarni o'ldirdik. Endi esa ularning oldiga borishimizni taklif qilyapsanmi? Bir tarafdan to'g'ri aytasan. Biz ularni odamlarni o'ldirganimizni bilishmaydi, lekin bizga nima evaziga dizel berishadi? Mana shu quti evaziga qaroqchilardan dizel so'raymanmi? Ha, mayli, ichida nima bor o'zi? Berchi. Qani ko'raychi. Ichini ochish kerak emasmi? Nega? Agar ochsam dizel berishmaydimi? Ha, mayli, rahmat. Mayli, biroz jinniga o'xshab ko'rinsang ham baribir yordam uchun rahmat. Omadingni bersin. Nima, seni biron joyga tashlab qo'yishim kerak? Yo'q, rahmat. Sen jinniga o'xshab ko'rinyapsan. Shuning uchun seni tashlab qo'ymayman. Qizingni bilmadim-ku, lekin sen aniq jinnisan. Xullas, omadingni bersin. Xo'p, Yuri, biz dizelga yaqin qoldik, lekin avval men poyezdni biroz kuchaytirib olishim kerak. Zombilar esa anchagina ortda qoldi. Shuning uchun sen qo'riqchilikda turib tur. Yo'q, biz qutini ochmaymiz. Rostdan agar gapi to'g'ri bo'lsa, qabul qilmasligi mumkin. Ha, mayli. Xo'p, endi avval o'ylaganimdek bu yerdan eshik ochsam bo'ladi. Xo'p, qani boshladik. Ha, mayli. Juda zo'r emas-ku, lekin bo'laveradi. Xo'p, endi bu yerga eshikni qo'yamiz. Bo'ldi. Endi ancha qulay bo'ldi. Xo'p, endi ikkinchi eshikni esa bu yerga qo'yamiz. Xo'sh, juda yaxshi. Eshikni o'rnatdim. Endi ancha qulay bo'lib qoldi. Yuri, 10 balldan necha ball berasan? Endi ancha qulay bo'lib qoldi. Bobik, men oldimga borishni xohlamaysanmi? Ha, mayli. O'zing bilasan, jin ursin, zombilar, ha, mayli. Tezroq bu yerdan ketishimiz kerak. Hamma tayyormi ketishga? Mayli, men poyezdni yurgizishni boshladim. Xo'p, bunisi hammasi joyida. Ha, mayli. Olg'a. Ancha yaxshi bo'lib qoldi. Yuri, ana u maxsus eshikdan zombilarga otib ko'rchi, qanchalik yaxshi ekan. Demak, temir yo'l bo'yicha ketaversak, qishloqqa yetib borishimiz kerak. Juda uzoq yuryapmiz, lekin hali ham yetib kelganimiz yo'q. Yoqilg'i tugab qolmasa bo'ldi. Ha, mayli, tezroq yetib olsak bo'ldi. Jin ursin. Yo'llar ko'rinyapti. Yuri, tayyorlan. Ha, mayli, yana yo'llar, sabzavotlar. Va nihoyat yetib keldik. Uylar yaxshi, tezroq to'xtatish kerak. To'xta, to'xta, jin ursin. Yuri, biz yetib keldik. Yuri, chiqish vaqti yetdi. Har ehtimolga qarshi o'zing bilan qurolni olib ol. Kechir Bobik, lekin sen yana qolasan. Poyezdni qo'riqlab o'tir. Qani bo'lmasam olg'a. Menimcha hammasi jiddiy. Qo'riqchilar, eshiklar. Salom, yaxshimisizlar? Men mashinistman va bu meni yordamchim Yuri. Bizga aytishdiki, sizlardan dizel olsak bo'ladi. Mana bu quti evaziga dizel berasizlar deb eshitgandik. Balki bizni kiritarsizlar. Ha, men mashinistman. Poyezdni ko'rmayapsizmi? Bizni kiritganingiz uchun kattakon rahmat. Jin ursin, anchagina yaxshi joylashib olibsizlar.
Anchadan beri tayyorgarlik ko'rdingizmi deyman. Balki menga dizel taklif qila oladigan odamni oldiga olib borarsizlar. Jin ursin, eski mashina, anchagina yaxshi joylashib olibsizlar. Sizlarda hattoki odamlar ham ko'p ekan. To'xtang. Sizlarda devor to'liq emasmi? Ha, endigina quryapsizmi? Unda elektr energiyasi qayerdan keldi? Ha, yaxshigina o'ylab topibsizlar. Menimcha biz yetib keldik. Rahmat. Salom, yaxshimisiz? Mening ismim Nikita va men sizga yetkazib bo'lishdimi? Ha, mayli. Bu esa meni do'stim Yuriy. Men mashinistman va meni shaxsiy poyezdim bor. Bizga aytishdiki, sizdan dizel olsak bo'larkan. Mana bu quti evaziga. Mana qabul qilib olishingiz mumkin. Men hatto uni ochganim ham yo'q. Ovqatlanmaymiz, rahmat. O'zimizda bor ovqat. Bizga iloji bo'lsa tezroq dizelni bersangiz. Kimdan oldim? Bilasizmi, bu sir. Bir tanishimdan desam ham bo'ladi. Oq kiyimli sotuvchi qayerdan topdingiz? Ha, biz unga biroz yordam berdik. Tinchlikmi? Hoy, yigitlar, men qurollanganman, yaqinlashmanglar. Nima u qizi bilan birga odamlarni o'maradi? Negadir sizga ishonmayapman. Axir o'zingiz ham qaroqchilar emasmisiz? Axir sizlar butun qishlog'ingiz bilan qaroqchi emasmisiz? Sizlar meni shunchaki aldayapsizlar. Nima? Sizlar oddiy ovchisizlar? Tushunmadim. Nima bo'lmasam bu rostmi? Shu qutidagi xat? Mashinist bilan poyezdini olishingiz mumkin qarzim evaziga. Iflos, marras. Men unga ishongandim. Qasam ichaman, biz sizni odamlaringizga tekkanimiz yo'q. Qasam ichaman. Biz sizlarning odamingizga bittasiga ham tekkanimiz yo'q. Jin ursin, men unga shunchaki yordam bergandim. U esa meni shunchaki aldab ketibdi. Iflos, marras. Endi qayerdan dizelni topsak bo'ladi? Ha, albatta, biz sizga yordam beramiz. Albatta, va'da beraman. Mashinist do'sti bo'lish juda foydali. Lekin sizda dizel yo'q bo'lsa, qayerdan yordam bermoqchisiz? Orqangizdan yuraylik. Ha, ketyapmiz. Jin ursin, Yuriy. Ana bu iflos bizni aldabdi. Ha, ketyapmiz. Jin ursin, iflos uchratsam, o'zidan ko'rsin, la'nati marras. Men keyinchalik sizlarga ovqat, har xil dori-darmonlar olib kelib berishim mumkin. Bu qanday xarita? Bir necha kilometr narida ferma bor va u yerdan biz dizelni topsak bo'ladimi? Ha, o'ylab qaraganda to'g'ri, fermalarda dizel bo'lishi kerak. O'ylaymanki, bizga yana bir necha kilometrga dizel yetsa kerak. Ha, rahmat kattakon. Bu yaxshiligingizni hech qachon unutmayman. Hech qachon unutmaymiz. Ha, mayli, biz tezroq unda yo'lga tushaylik. Hali kech kirib qolmasin. Jin ursin, Yuriy, juda xijolat bo'lib ketyapman. Lekin ularni biz o'ldirganimiz yo'q-ku, to'g'rimi? Ana bu iflos sotuvchi o'ldirdi. Ha, mayli, tezroq yo'lga chiqishimiz kerak. Ha, mayli, endi tezroq yetib olish qoldi. Qani, olg'a. Quyosh botishigacha ulgurib qolishimiz kerak. Jin ursin, bir necha soatga ko'zim ketib qolgandi xolos. To'xta. Jin ursin, ertaroq to'xtash kerak edi. Yuriy, uzr, keyingi safar ehtiyotkorroq bo'laman. Yuriy, chiqishga tayyorlan, shu eshikdan chiqamiz. Bobikni har ehtimolga qarshi qamab qo'y. Qurolni o'zing bilan ol. Men ham qurolni qo'limga oldim. Jin ursin, hech kimni ko'rmayapman. Bu yer juda katta bo'lgani bilan hech qanday tirik jon yo'q. Juda g'alati. Negadir bu menga yoqmayapti, Jin ursin. Lekin omborxonalarda chirog'i yoqiq, qanaqasiga va yangi traktorlar ham bor ekan. Juda g'alati. Traktorlar ko'p bo'lgani bilan lekin tirik jondan asar ham yo'q. Jin ursin. La'nati, biz tarafga kimdir kelyapti. Jin ursin.